O'zbekistonliklar 9-may kuni necha kun dam olishadi? Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. O'zbekistonliklar 9-may munosabati bilan necha kun dam olishi ma'lum qilindi. Quyidagi kunlar dam olish kuni hisoblanadi. 9-may juma, xotira va qadrlash kuni, barcha xodimlar uchun dam olish kuni. 10-may shanba, haftasiga 6 kun ishlaydiganlar uchun ish kuni, 5 kun ishlaydiganlar uchun odatiy dam olish kuni bo'ladi. 11-may yakshanba, barcha uchun odatiy dam olish kuni hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 9-may xotira va qadrlash kuni rasman dam olish kuni sifatida belgilangan. Andijon va Farg'onada yer silkinishi sodir bo'ldi. Bugun 24-aprel kuni soat 15:22 da Andijon va Farg'ona viloyatlarida yer silkinishi sodir bo'ldi. Yer silkinishi epitsentri Toshkentdan 267 km janubiy sharqda, Andijon viloyati Marhamat tumanida joylashgan. U yerda magnituda 3 ballni tashkil qilgan. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi Marhamat tumanida 3 ball, Asaka tumanida 2 ball, Baliqchi tumanida 2 ball, Shahrixon tumanida 2 ball, Quva tumanida 2 ballni tashkil qilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.